Bismillah. Assalomu alaykum. Siz hozir ekran oldida turibsiz va hozirgacha bu haqiqatni bilmaysiz. Lekin siz ushbu videoni oxirigacha ko'rganingizda siz dunyo tarixini o'zgartirgan 5 buyuk musulmon haqida batafsil bilib olasiz va ularning hayoti sizni hayratga soladi. Birinchi, Salohiddin Ayyubiy Qurt oilasida tug'ilgan va yoshligidanoq adolat va rahbarlik sifatida tarbiyalangan. Nuriddin Zangining shogirdi sifatida u harbiy va diniy bilimlarni bilgan. 1187-yil Xatin jangida krishtianlarni mag'lub etgan. Quddusga kirganda aholiga qon to'kilmasligi uchun omonlik bergan va shahar aholisini pul evaziga ozod qilgan. Uning adolatli va oliyjanobligi dushmanlari ham hurmat qilishgan. U o'z hayoti davomida faqat adolat va rahbarlikning namunasi bo'lgan va bu qadamlari Yevropani tarixchilarini ham hayratga solgan. Ikkinchi, Amir Temur oddiy qishloq bolasi bo'lgan va 14 yoshida jangchi sifatida tanilgan. Uning orzusi ulkan, davlat qurish va Samarqandni ilm va san'at markaziga aylantirish bo'lgan. Turkiyadan Hindistongacha cho'zilgan Registon va Go'ri Amir kabi arxitektura binolarni qurgan. 1402-yil Anqara jangida Usmoniy sultonni Bayazidni mag'lub etgan va Yevropa davlatlariga nafas olish imkonini bergan. Uning strategiyalari hali ham harbiy ta'limlarida o'rganiladi va u inson aqlli va matonatning namunasi sifatida tarixga kirib qolgan. Amir Temur, uni Temur Lang deb ham aytishadi. Amir Temur u o'z farzandlariga doimo Qur'on bilan ish tutishni maslahat qilgan. Ibn Sino 10 yoshida Qur'onni yod olgan va 16 yoshida tibbiyot, astronomiya bilan shug'ullangan. Uning Tib qonuni asari 5 jilddan iborat bo'lib 600 yil Yevropa